Assalomu alaykum qadrli treyderlar. Anchadan beri robot bo'yicha video olmayotgan edim. Demak, yana bitta robotimiz tayyor bo'lib qoldi уже. Tillada demak SNR sistemasi bo'yicha ishlaydigan robot demak ko'rsatyapman. Demak, test hozir ketyapti. Demak, test natijasi bo'yicha demak bu ishni qaytarib o'taman. 99% demak test qilinyapti programmada. Demak 99% programmada test qilinyapti. Ya'ni bu degani realniy shotga 99% yaqinroq degan ma'noni bildiradi. Demak, test qilayotganda to'g'ri bir xil aytish mumkin. Test boshqa, realniy shot boshqa. To'g'ri, buni afzallik tarafi 99% programma bu. Bunaqa test qilib beradigan. Demak, buni hisobga olish kerak. Xullas, tillada mana tillada test qilyapmiz. Depozit demak $1000 qo'yilgan. $1000 depozit bilan test ketyapti. Mana 1 yillikka qo'yilgan. 24-yil 7-oyda demak 25-yil oxirigacha, to есть hozirgi oygacha. Mana hozir где-то 5000 dan o'tib 6000 ga yaqinlashib qoldi. Balans $1000 depozitni demak shu demak $6000 gacha demak ko'targan. Demak, bu robotimizni ozgina ta'riflab o'taman. Qanaqa sistema bo'yicha ishlaydi aytdim. SNR sistemasi bo'yicha ishlaydi bu robot. SNR sistemasi bo'yicha ishlaydi. Martingale emas, to есть bozorga qarshi сделкаlar ochmaydi. Stop loss take profit qo'yadi. Va demak ko'ryapsizlar mana krivoy demak yaxshi demak hozir ko'tarilyapti. Stop loss qo'yadi. Demak, mana bu stop losslar demak prasatkalar ham bo'lib turadi. Mana ozgina bo'lsa ham hozircha demak yaxshi ketyapti. Demak, bu robotlar o'sha GS Invest o'quv markazida demak o'quvchilarga beriladi. Buning uchun demak sharti o'quvchilar kelib GS masalan o'quv kursida o'qib, o'zlariga yarasha bilim olib, masalan o'sha oxirgi sertifikat bilan birga robotlarni qo'lga kiritishlari mumkin. Kommentariyada fikringizni qoldiring. Demak, kim demak robotga qiziqsa adminga murojaat qilishingiz mumkin. Demak, ofisimiz Toshkentda joylashgan. Instagram sahifalari, YouTube kanallarida demak silkalar bor. Adminga murojaat qilib, masalan, o'qishga kelishingiz mumkin. Bundan tashqari bizda demak onlayn o'quv kurslari ham ochilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.